Sure Şura tercümesi birinci ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayet şefkatlik ve mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. Hamim Ayn Sin Qaf. Galip hikmet bilen iş kılgıcı Allah sana ve senden ilgeriki peygamberlerge muşundak vahiy kılıdı. Osmanlardaki şey ile ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür. Allah'ın tasarrufu astıdır. Allah üstündür, kattıdır. Allah'ın kattılıqıdan osmanlar yuqur tarafından yerilip gitişke tas qalıdı. Periştiler Rabbiga tasbih etidi. Hem de etidi. Yeryüzüdekilerge mağfiret tilaydi. Bilinglar ki Allah hakikaten nihayet mağfiret kılgıcıdır. Nihayet mehribandır. Allah'ını koyup başkalarını ilgi kılıp alganlarının emellerini Allah küzütüp durgucudur. Sen ulağa hami emezsen. Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın için kişilerini kıyamet günüden agahlandırışın için sana biz muşundak Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şek yoktur. O günde bir pırkı kişiler cennet ve bir pırkı kişiler cehennemde buludu. Eğer Allah halisa ulanı yani bütün insanlarını elbette bir ümmet yani bir dinde kılattı. Lekin Allah halıgan adamni rahmetiga dahil kıldı. Zalimlarga hiç kandak ige, hiç kandak medetkar bulmaydı. Belki ula Allah'tan başkalarını igi kılıp aldı. Fakat Allah igidir. Allah ölüklerini terildirdi. Allah her nersige kadir. Siladin üstüde ve onundan başka sila din üstüde ve onundan başka her kandak nes üstüde ihtilaf kılışmanglar. Onunla Allah hüküm çıkırdı. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ulağı etkin ki eni şu Allah menin Rabbimdir. Onunla tevekkül kıldım. Hemme işte Allah'a müracaat kılımen. Allah asmanlarını ve ziminni yaratıcıdır. Allah sizlerge öz cinsinlardan cüptilerini yani ayollarını yarattı. Hayvanlarımı öz tipinden cüptilerini yarattı. Bu arkalık Allah sizlerini köpeytidir. Hiç şeyi Allah'a okşaş emestir. Allah hemmini anlap durgucudur. Hemmini körüp durgucudur. Osmanlarının ve ziminin hazinelerinin açıkçları Allah'ın ilkidedir. Allah halıgan kişinin rızkını sınaş yüzüden ken kılıdı, halıgan kişinin rızkını balağa muftila kılıp sınaş yüzüden tar kılıdı. Allah hakikaten hem nersini bilip durgucudur. Allah sizlerge dinden Nuh'a tavsiye kılgan nesini, sana yani Muhammed Aleyhisselam'a biz vahiy kılgan nesini, İbrahim'a, Musa'ga ve İsa'ga biz tavsiye kılgan nesini bayan kıldı. Sizler dinini berpa kılınlar. Dinde tefrikçilik kılmanlar. Müşriklarga sen ulanı davet kılgan nese yani tevhid igri geldi. Allah tevhidge halıgan adamni tallaydı. Allah'ın taatige qaytıdığan adamni tevhidge başlaydı. Yahudi, Nasara qatarlıqla ulağı ilim kelgenden keyin yani ula Resulullah'ın haq peygamberligini bilgenden keyin andın özara hasad qilishdan farqlagi bölündü. Hasad qilishib farqlagi bölündü. Eğer
Rabbingning ularni jazolashni qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tiz halok qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumandadir. Shuning uchun, ya'ni dinda ixtilof qilishganlik uchun ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirgan. Buyurilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga ergashmagin va aytqin: Alloh nozil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Aranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Rabbimizdir. Sizlarningmi Rabbinglardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zlaringlar uchundir. Sizlar bilan bizning aramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkordir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. Kishilar Allohning dinini qabul qilgandan keyin kishilarni iymondan to'sish uchun Allohning dinida husumat qilishganlarning dalillari Allohning dargohida botildir. Ular dunyoda g'azabga uchraydi, oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allah kitap, ya'ni Qur'onni haq bilan nozil qildi va adolatni nozil qildi. Sen nima bilasan? Qiyomat yaqin bo'lishi mumkin. Qiyomatga ishonmaydiganlar uning bo'lishini aldirtidi. Uningga ishonadiganlar bo'lsa qiyomatdan qo'rqadi. Qiyomatni haq deb biladi. Bilinglarki, qiyomat to'g'riliq mücadele qiladiganlar albatta cho'nqur gumrohlikdadir. Allah bandalarga kuyingichidir. U xohlagan odamga keng rizq beradi. Allah kuchlikdir, g'olibdir. Kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimiki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilgan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech nasibi yo'q. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Allah'ның ularga berildigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyoda hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Kofirlarning qiyomat kuni dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chilari bo'ladi. Ular Rabbining huzurida xohlagan narsalardan bahramand bo'ladi. Bu katta in'omdir. Allah iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan bandalarga ana shu in'om bilan xush xabar berdi. Dinni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga chiqilmasliginglarni tilayman degin. Kimki birer yaxshi ish qilsa, uningga biz savobni ziyoda beramiz. Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Az yaxshilikqa ko'p savob bergichidir. Ular, ya'ni mushriklar, u ya'ni Muhammad Allohga yolg'onni to'qidi demdi. Agar Alloh xolisa, ya'ni ular gumon qilgandek
Allah'a yalğanını to'qigan bo'lsa, Allah'a yalğanını to'qigan bo'lsang, senin qalbingni pechatlab o'tgan bo'ladi. Allah batılni yo'q qiladi. Payg'ambarlarga nozil qilgan so'zlar orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. Allah bandalaridan tavbani qabul qiladi. Yomon ishlarni afu qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turdi. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarning duosini Allah ijobat qiladi. Kamali fazlidan ularga savobni ziyoda berdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Agar Allah bandalarining rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarining ahvolidan to'liq xabardordir. Uni ko'rib turg'uchidir. Ular yağmurning yig'ishidan umidsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp berdi. Rahmetini yaydı. Allah hammaning egisidir. Medhiyega loyiqdir. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jandarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Allah agar xohlasa ularni jam'i qilishga qodirdir. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. Ey mushriklar, sizlar zaminda Allohning azobidan qochib qutulolmaysizlar. Sizlarga Allohdan boshqa hech ega va madadkor yo'q. Dengizda qatnag'uchi tog'dek kemilar Allohning qudratining dalillaridandir. Agar Alloh xohlasa, shamolni to'xtatib etadi-da, kemilar dengizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qilg'uchi, kengchilikda shukr qilg'uchi har mu'min uchun nurg'un ibratlar bor. Yoki Alloh xolasa ichidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kemilarni bo'ron bilan halok qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afu qiladi. Bizning oyatlarimiz haqida da'talash qiladiganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. Dunyoning ne'matlaridan sizlarga berilgan har qanday narsa dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Iymon etgan, Rabbiga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlang'uchilarga, darg'azab bo'lganlarida kechiralaydiganlarga, Rabbining da'vatiga ovoz qo'shalaydiganlarga, namozni ta'dil arkon bilan o'tayalaydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadaq qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqidir. Bir yomonlikning jazosi shuningga o'xshash bir yomonlikdir. Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshiraversang bo'lmaydi. Kimiki intiqom olishga qodir turug'liq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilg'uchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh berdi. Alloh haqiqatan zulm qilg'uchilarni do'st tutmaydi. Zulmga uchrag'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. Ayiblanadiganlar faqat kishilarga zulm qiladigan, zaminda nahaq ravishda fitna fasod teriydigan odamlardir. Ana shular qattiq azobga duchor bo'ladi. Kimki
aziyatga sabr qilsa, Allohning roziligi uchun intiqom olmasa, bu albatta marg'ub ishlardandir. Allah gumroh qilgan odamga shuningdan keyin hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda do'zaxqa ko'zining quyruqi bilan qaragan holda do'zaxga to'g'rilanadiganligini ko'rsan. Mu'minlar, shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'zlariga va oilasidagilarga ziyon solg'uchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimlik azobdadir. Ularga Allohdan boshqa yordam beradigan do'stlar bo'lmaydi. Allah kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. Allah tarafidan kelgan qarish to'g'ili bo'lmaydigan bir kun kelishdan burun Rabbinglarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy topilmay qoladi. Qilmishinglar, nomi amalinglar yiziqliq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, biz seni ularga kuzatkichi qilib avatkinimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsak, xo'sh bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiga biror hodis kelsa, inson to'limi kufroni ne'mat qilg'ichidir. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah nimani xohlasa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi, xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. Yoki ularga o'g'il qizni aralash berdi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqaliqla so'z qilgan. Allah haqiqatan mahluqotlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sen Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini o'qimayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubhisizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. U osmonlardagi va zamindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytidir.